Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Mana Xudoga shukr, asalari davo deb keldik. Shuncha больницаlarga borib, bunaqa natijaga erishmagan edim, bunaqa davo olmagan edim. Mana Shuhrat akamni asalari klinikalarga kelib, bir kurs lecheniya olganimdan keyin уже bilintirdi. Juda ham yaxshi foydasini sezdim. Prostatalarimga даже davo oldim. Asablarim joyiga keldi, tinchlandim. Uch yoqlik ana shu chap tomonim juda ham og'rib, tortilib og'rirdi. Ko'zlarim, даже jag'larimgacha og'rirdi. Xudoga shukr, mana shu birinchi kurs lecheniyadan keyin juda ham yengil bo'ldi. Mana o'sha ikkinchi kursni tugatdim. Ikkinchi kursdan keyin juda ham oldingi holatimga qaytdim. Shunga Shuhrat akamga rahmat deyman. Shu ilohim qo'llari dard ko'rmasin. Doim shu shifo topib izlab kelgan kishilar shifosini topib ketsin. Shunga tavsiya qilaman hammaga. Asalari Qur'onga ham keltirilgan ekan, shifo berar ekan. Allohimizning mo'jizasi. Mana tan berdim yana bir bor. Shunga rahmat deyman Shuhrat akamga. Ilohim omadlarini bersin.